Vannaga soladigan tuzli bombochkalarning narxi 20 mingdan boshlanib, u yog'i ketaverar ekan. Shu narsani 3 ta mahsulotdan tayyorlanishini ko'rib, o'zim ham qilgim keldi. O'xshadimi yo'qmi, videoni oxirida ko'rsataman. Bitta bombochkaning puliga dunyonikini yasab olamiz. So'dan 7 qoshiq va morskoy solini 7 qoshiq solib, shunaqa elab olamiz. 2 qoshiq limon kislotasi yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan efirniy maslasini va aralashtirib bo'lganimizdan keyin xohlagan turdagi rangimizni solamiz. Mana shunaqangi to'q ranglardan foydalandim. Qo'limizni shunaqa yaxshilab bosganda bir-biriga yopishsa, massamiz tayyor bo'ladi. Dumaloq qolipni konditerskiy magazinlardan yoki chorsizdan ham topsangiz bo'ladi. Eng qulayi shunaqa dumaloq silikon ekan, lekin xohlagan shakldagi silikonlaringizga formochka berib sovatsanglar bo'ladi. Qo'limiz bilan yaxshilab bosib shunaqa forma beramiz. Bu qurish kerak qizlar, kamida 2 sutka turadi. Qolipidan sekin ajratib olamiz. Shunaqa ham chiroyli, zo'r chiqdi. Bittada o'xshadi. Ishoninglar, shu arzimagan pulga qancha uzoq vaqt tursa, shuncha qattim bo'lib qotar ekan bu. Bu narsani endi sinab ko'rmasak bo'lmaydi. Ovozlarni qaranglar qizlar, birga bir o'xshadi. Sizga ham yoqqan bo'lsa, like bosib, foydali bo'lgan bo'lsa, yaqiningizga jo'natib qo'ying.